zo'r mavzu topdim. Buratinoning sarguzashtlari filmida rol o'ynagan bolakaylarning taqdiri qanday bo'ldi? Ular bugun qanday ko'rinishda? Originallarini ko'ramiz. Ko'z tashlayman, maktabga chopaman. Buratino Dmitriy Iosifov. Buratino ulg'aygach VGIKka o'qishga kirdi va hayotini kino bilan bog'ladi. U bir nechta filmlarda rol o'ynadi va bir nechta kinokartinalarga rejissyorlik qildi. Bugun Dmitriy Iosifov 60 yoshda. Buratinoni o'ynaganda esa u bor yo'g'i 10 yoshli bolakay edi. Aytingchi, sizga kim tarbiya beradi o'zi? Malvina Tatyana Protsenko. Tatyana Protsenko VGIKni tamomlagan bo'lsa-da, faoliyatini aktrisalikda davom ettirmadi. U jurnalist, muharrir bo'ldi. Bir nechta she'rlar yozib, shoira sifatida nom taratdi. Afsuski, 53 yoshida vafot etdi. Aytgancha, Malvina o'shanda bor yo'g'i 7 yoshli qizaloq edi. Meni ismim Piero. Piero Roman Stolkerts. Roman Stolkerts ham Buratinodagi rolidan keyin umuman kinoda ko'rinmadi va ota-onasi singari shifokor bo'lishni tanladi. Bugun Piero 60 yoshda. Anglaganingizdek o'shanda u 10 yoshli bolakay edi. Surgidori ichirish kerak unga. Artemon Thomas Augustinus. Thomas Augustinus ham aktyor bo'lishni istamadi. U ota-onasi bilan Kanadaga ko'chib ketdi va u yerda biznes maktabini tamomladi. Keyinchalik o'zining bir qator biznes loyihalarini amaliyotga joriy qildi. Aytgancha, Thomas Augustinus bugungi kunda 58 yoshda. O'shanda u 8 yashar bolakay edi. Aqallig'ingiz so'nmaydi? Arlekino Grigoriy Svetlarusov. Eng qizig'i, mana shu inson haqida na Wikipediyada, na Google'da bir tayinli ma'lumot yo'q. Na uning suratlari, na intervyulari, na videolarini topa olmaysiz. Shu nomli boshqa ijodkorlarning videolari, suratlari chiqadi, ammo Arlekinoni o'ynagan insonning ma'lumotlari deyarli yo'q. Ba'zi bir manbalarda u ulg'aygandan keyin harbiy josus bo'lib faoliyat olib bordi. Shu sababdan u haqida hech qayerda ma'lumot yo'q deb yozishyapti. Men aniq ma'lumotga ega emasman. Men bir narsani aytmoqchiman. Siz Shohlife bilan qancha bolalikka qaytsangiz va xursand bo'lib izoh yozsangiz, men shuncha ilhom olaman. Sizdan ko'p narsani o'rganaman. Shunday ekan, biroz izoh yozishga vaqtingizni ayamang. Menga yana fikrlar, g'oyalar bering. Originalni ko'rsataman. Buratino Dmitriy Iosifov. Buratino ulg'aygach VGIKka o'qishga kirdi va hayotini kino bilan bog'ladi. U bir nechta filmlarda rol o'ynadi va bir nechta kinokartinalarga rejissyorlik qildi. Bugun Dmitriy Iosifov 60 yoshda. Buratinoni o'ynaganda esa u bor yo'g'i 10 yoshli bolakay edi. Aytingchi, sizga kim tarbiya beradi o'zi? Malvina Tatyana Protsenko. Tatyana Protsenko VGIKni tamomlagan bo'lsa-da, faoliyatini aktrisalikda davom ettirmadi. U jurnalist, muharrir bo'ldi. Bir nechta she'rlar yozib, shoira sifatida nom taratdi. Afsuski, 53 yoshida vafot etdi. Aytgancha, Malvina o'shanda bor yo'g'i 7 yoshli qizaloq edi. Meni ismim Piero. Piero Roman Stolkerts. Roman Stolkerts ham Buratinodagi rolidan keyin umuman kinoda ko'rinmadi va ota-onasi singari shifokor bo'lishni tanladi. Bugun Piero 60 yoshda. Anglaganingizdek o'shanda u 10 yoshli bolakay edi. Surgidori ichirish kerak unga. Artemon Thomas Augustinus. Thomas Augustinus ham aktyor bo'lishni istamadi. U ota-onasi bilan Kanadaga ko'chib ketdi va u yerda biznes maktabini tamomladi. Keyinchalik o'zining bir qator biznes loyihalarini amaliyotga joriy qildi. Aytgancha, Thomas Augustinus bugungi kunda 58 yoshda. O'shanda u 8 yashar bolakay edi. Aqallig'ingiz so'nmaydi? Arlekino Grigoriy Svetlarusov. Eng qizig'i, mana shu inson haqida na Wikipediyada, na Google'da bir tayinli ma'lumot yo'q. Na uning suratlari, na intervyulari, na videolarini topa olmaysiz. Shu nomli boshqa ijodkorlarning videolari, suratlari chiqadi, ammo Arlekinoni o'ynagan insonning ma'lumotlari deyarli yo'q. Ba'zi bir manbalarda u ulg'aygandan keyin harbiy josus bo'lib faoliyat olib bordi. Shu sababdan u haqida hech qayerda ma'lumot yo'q deb yozishyapti. Men aniq ma'lumotga ega emasman. Men bir narsani aytmoqchiman. Siz Shohlife bilan qancha bolalikka qaytsangiz va xursand bo'lib izoh yozsangiz, men shuncha ilhom olaman. Sizdan ko'p narsani o'rganaman. Shunday ekan, biroz izoh yozishga vaqtingizni ayamang. Menga yana
fikrlar, g'oyalar bering. Originalni ko'rsataman.